Gvardeyskiy mahalladagi 208 sotinlik uchastkaga keldik o'rtoq. Fasadi uzunligi esa 12 metr ekan. Bu yog'imizda esa garaj joylashgan, to'rida esa kotelli bor ekan, ham sanuzel ham joylashgan. O'ng tarafimda esa zeleniy zonasi ekan. To'g'riga yurganimizda letniy kuxnya kutib olar ekan bizani. Endi esa asosiy uyimizga kiramiz. Bu yog'imizda prixojniy zona kutib oladi. Chap tomonimda esa zal ekan. Bu esa katta keng holimiz. O'ng tomonimizda esa zimniy kuxnya joylashgan, chap tomonda esa bir detskiy xonamiz va sanuzel joylashgan. Endi esa ikkinchi etajga chiqqanimizda birinchi xonamiz родительский spalni, sanuzeli bilan va garderobniy xonasi bilan. Koridordan to'g'riga yurganimizda ikkinchi xonamiz detskiy. 2 etajli uchastkamiz, 5 xona, 4 ta sanuzel. Barcha kommunikatsiyalari bor ekan. Umumiy maydonimiz esa 220 kvadrat. Narxini eshitsang o'rtoq, hayron qolasan. Atiga 183 ming. Ulgurib qol.